Talama tapşırdılar. Kimiki bol? Gördünüz mü lan? Yol yok. 3 metre yol kalıptır. Siz otağı vurdunuz, cidden otağı, karabaysın araba. Uşu riyat teyit yaktan başlayıp buna toğ koçuyorum, barınlar koçuyorsunlar buna. Bede hiç kim kalmaydı. Buna kadar tuvaletten su sağa otadı. Buna kadar buna, öğütüne ki. Bugün alıp taptaza kalıp koyuyorlar. Kara tarafta maskesi koyuyorlar alıptır. Bunlar явно buna çıkan, arketekler. Moğolların barını aldırdılar. Karışma. Mana snos bo'lyapti hamma yerda. Yaxshi mana o'shda uni o'lish uchun zo'r ishlar bo'lyapti, yaxshi yomon emas. Endi mana bu tarafda yashaymiz-da biz. Oldin UNESKOga kirgan degandi. Biz arxitekturaga borib dokument qilaylik desak, yo'q, bu yerga hech qanaqa stroyka mumkin emas deb UNESKOga kirganda ruxsat bermas edi. Endi hozir sizdan bitta iltimos. Hozir mana snosga tushdi hamma yo'qimiz. Jindaydan shu bir arxitektura tomonidan bizga bir dokument qilib bersa. Misol uylarimizda 2 3 tadan kelinimiz bor, qizlarimiz ajrashib kelganlarimiz bor, 5 ta 6 ta odam yashaydi endi semya bu. O'shanga bir uylik ichiga ushagani ruxsat bo'ladimi degan maqsadda gapiryapti. Acaba ko'chirsinlar. Chek beriyoruz, ko'chirsinlar. Polni kechadimi? Bardinglar ko'chirsinlar. Bunalar bari ko'chirdi. Bunalar hech kimda qolmaydi. Qara, bunalar to'g turadi. O'shu riyat teyit yaktan başlab bunalar to'g ko'chirib, baringlar ko'chirsinlar bunalar. Bede hech kim qolmaydi. Bo'lmasa hozir temay turaraylik ekanda unda. Yo'q, azizcha teyavergilar. Ko'rdingizmi buni aka? To'g turadi o'zi. Bular bardi, bunav qarang, 3-6 chiqsa o'sha narxi hech narsa qolmaydi. Turadi? Mana 3 shu polni ketyapti dedi. bari ketadi. Bunav bari ketadi. Bunav bari ketadi. Bular bari ko'chiramiz. To'g'ni ko'rsatuvlar. Turadi? O'shani o'shadan boshlab sanab chiqiladi, qancha uy bor ekan. Eng yaqinlari.